Abi o'zi Aniga meni yo'q dema ustimdan haydaydi. Mana yo'qman. Hayda. Хотите из машины, что вы здесь? Я здесь на улице живет. Кто тут такой вообще? Prezidentimizga murojaat qilyapmiz. Hurmatli prezident, ko'chada qolib ketdik. Hamma joyga bordik, prokuraturaga bordik, MVDga bordik. Hech kim yordam berayotgani yo'q. Mana quruvchilarimiz qochib ketyapti hozir. Nima qilishni bilmayapmiz. Siz uyingizga bormoqchimiz endi. Nima qilaylik? Militsiya chaqirganmiz, kelmaydi. Yordam bering. Shuncha bosh bolalari bilan mana shu bola hali tug'ilmagandi. Mana onkologiya kasali bilan o'tirishibdi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizni juda ham hurmat qilaman, tishlarimda ko'rib chiqaman. Lekin mana shuncha vazirliklarga bordik, organ xodimlari, prokuratura qolmadi, ichki ishlari qolmadi. Mana men bilan o'lkaga yotib, meniga ustidan bosib o'sib ketamiz deyapti. O'zim onkologiya kasalman. Yordam bering. Uyimizda ham qora xalqdan foydalanyapti faqat. Bizga o'xshaganlar shaharda to'lib yotibdi. Bizdan va'da berdilar, men yordam beraman deb. Lekin ular buyruq bergan buyruqlarni QVD, MVD umuman bajarmayapti. Qani uyimiz, qani bu qanday turgan bo'lsa shunday turibdi. 5 ta ajnabiy mashinniklar, 17 ta odamga haqqini yeb, anaqasilarda yuribdi mana. Yotsang yotib olaver, ustingdan bosib o'tib ketaman dedi. Nahotki bizlar shuncha xor bo'ldikmi? Yangi O'zbekiston prezident sizni juda yaxshi ko'ramiz, halol odamsiz. Sizga uchrashtirmaydi hech qachon hech kim. Lekin yoningizdagi odamlar buni qilmaydi. Biz haqi boraylik, 100% to'laganmiz. 200 yil ishlasak ham bu pulni qila olmaymiz. Bolalarimiz sochlari oqarib ishlagan. Uyimiz bor. Na pulimiz bor, na uyimiz bor. Menga bu qilmas, o'zi kasalman bugundagi. Yo'q, qani hozir hashasi bekilib olgan mana bu yoqda otasi, hamma oilaviy egallashib olgan armanlar. MVDga borib boshqacha gapiradi. Bizga kelib turib mana sallaga figushkasini ko'rsatib, na uyingni olasan, na pulingni olasan deb. Kim bu bizani topgan halol pulimizni yeb ketadigan maraslar?